hammamiz bilamiz, jmeh. Qalmog'imdan asosiy chiqayotgan bu leskaga hozir 0,5 mmlik plutoniy ipimizni tugun shaklida boylab qo'yaman. To'g'ri hozir shu lider shart emas, tugun holatida boylab olaman. Asosiy qalmog'imdan kelgan leskani hozir tugun shaklida boylab olaman. Mana tugun holatida boylab oldim. Va buni 0,5 mmlik plutoniy ipimizni, plutonkamizni shu bir-biridan o'tkazib olaman. Nega bu joyga plutoniy leskadan foydalanayotganimni? Sababi bu leskamdan ancha baquvvat narsa. Ancha baquvvat. Ikkita tugunni bir-biridan o'tkazib oldim. Maxsus jmeh uchun mo'ljallangan 110 grammlik qo'rg'oshin toshimizdan foydalanaman. Buni ham teshigidan o'tkazib olamiz. Mana bunday maxsus moslamamizni qotirib olamiz. Mana bu asosiy plutonkamizni oxirgisini uchini tugun holatda boylab olamiz. Mana bu joyidan o'tkazamiz mana bunday qilib. Mana shunday qotadi. Mana bu jmeh osishimiz uchun chiqarib olishimiz oson. Tepaga qilamiz, chiqib keladi. Bunday qilib yana qotirib olamiz. Komponentni hidini beradigan jmeh bu. Jmehimizni o'rtasida teshigidan o'tkazib, mana bu moslamamizni o'sha bundan o'tkazib, bu holat bo'ladi. Albatta suvga tushgandan keyin mana bunday holatda yotadi. Mana bu ikkita kurchi boylangan. Tugun shaklida boylangan. Bu tugunimizni mana bu joydan o'tkazib olamiz. Asosiy kelayotgan plutonkamizga 110 grammlik maxsus toshimizni bu toshimizdan o'tib mana bunday jmeh o'rtasidan o'tkazdim. Bu uchini tugun shaklida boylab, mana bu maxsus jmeh uchun mo'ljallangan mana bu buyumni mana bu joydan o'tkazamiz. Mana bu natijasini albatta ko'rsatamiz. Jmeh bugungi kunda mana qadrdonlar, boyagi jmehimiz zo'r ishlayapti. Kelabadan o'chimiz. Mana do'stlar, boyagi o'sha yasalgan jmeh montajimiz. Ikkitalik kurchi va chuvalcham qo'yilgan. Shu kalasi jangi bo'layotibdi. Natijalarini hammasini ko'rsatamiz xudo xolasa. Baraka topinglar. Mana bu yoqda hozir. Bu yoqda ham Fiderimiz. Fideram qaltirayapti. Bo'ldi, Baxtiyor Fider. Boring Baxtiyor. Bo'ling. Baxtiyor bilan hozir ko'p kichik o'ynayapmiz. Kechqurun 11:00 kechqurun harakatlanayotgan ekan asosan karaslar. Kelyapti karas. Sekin aldab olib kelib turib, sakta ko'tarib olamiz. Ko'tarib oling. Mana do'stlarim, ichasiga kirib o'qisanglar bo'ladi. Asosan kechqurun harakatlanyapti. Kuni bilan boqdik, mana endi natijalarimiz.